Parvardigor olam, sen o'zing behojatsan, somatsan. Bo'l degan amring ila har ish bo'ladi. Biz esa har ishda senga muhtojmiz. Senga muhtoj bo'lmagan kunimiz, soatimiz, daqiqamiz, soniyamiz yo'q. Parvardigor olam hammalarimizni qalblarimizda niyatlarimiz, maqsadlarimiz, maqsadlarimiz bor. Biz o'zimizdan yana duo so'ragan qancha birodarlarimiz, yurtimizda qolib duo so'raganlar bor, bemorlar bor. Robbul olamin hammalarini bemorlarga shifo bergin. Mushkullari bor, qarzlari bor kishilar bor. Alloh taolo ularning mushkul oson qarzlariga najot bergin. O'tgan otalarini, onalarini haqlariga duo so'rayotganlar bor. Alloh taolo ularning ruhlarini rahmatingga ol. Parvardigor olam, musofirda yurgan farzandlarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. Ularning safarini xatar qil. Robbul olamin ibodat, tijorat, haloldan kasb qilinadigan yurtlar hammalarini Robbul olamin o'zing niyatul matlabu maqsadlarini hosil ayla. Yurtimizning barakasi. Parvardigoro xonadonimizning barakasi. Mo'ysafid otalarimiz, munis onajonlarimizni salomat qilgin. Ko'zlarimiz quvonchi, zurriyotimiz davomchisi, farzandlarimiz ahli saloh va tavfiq, vataniga muhabbatlik, Parvardigoro o'zingga itoatli, ibodatlik, bizlarga mushfiq, mehribon, ortlarimizdan doim duolari bilan yaxshi amallarni eslab turadigan solih farzandlar bo'lishini nasib aylagin. Yurtimizni Parvardigoro tinchligin, mo'min musulmonlar yashab turgan jamiki yurtlarga Parvardigor tinchlik ne'matingni ato aylagin. Yurtda obodligi, ozodligi ham bu dinimizning rivoji, ravnaqi, istiqbolimiz uchun xizmat qilib turgan. Kechagina ham yana duo qildik, yana duo qilamiz. Hammalarimizdan duo so'rayaptilar. Parvardigor olam, bu yurtimiz faxriylari hajga keladilar. Mana shu ishda yurtboshimiz o'zlari bosh bo'lib turibdilar. Muftiy hazrat, bu ishchi guruhlar, sizni o'zlari hammamiz xizmatimiz qilyapti. Oshxonada xizmat qilayotganlar, bu tabiblarimiz hammalari xizmat qilyaptilar. Alloh taolo hammalarini xizmatlarini o'zing mustajob aylagin. Kuni kecha bu Andijonda bir onaxonimiz vafot etdilar. Xufton namozga janozalarni olib chiqilibdi. O'tgan onaxonimizni ham Alloh taolo ularning rahmatiga olib, ado qilingan mabrur bo'lgan hajni savobini amal daftariga yozgin, yaqinlariga esa sabr bergin. Bizlarning Parvardigor olam bu ibodatlarni hammalarga kuch, quvvat, g'ayrat, shijoat, ixlos, taqvo bergin. Sihat salomatligimizni Parvardigor o'zing ziyoda qilgin. Robbul olamin yurtimizga bo'lgan istiqbolni o'zing boqiy, tinchligimizni abadiy ayla. Farzandlarimiz bu yurt istiqbolda, sarhadda yurtimizda qolib turgan askar aka-ukalarimiz hammalarini Alloh taolo qilayotgan xizmatlarini o'zing qabul qilgin. Bizlarga xizmat qilgan o'sha avtobuslarda xizmat qilgan, olib kelayotganimizda, qaytayotganimizda qiladigan tashkilotchilarni ham hammalarini, ularning qatorida Elyorbek degan ukamiz duo so'radi. Bu kishini ham Alloh taolo niyat va maqsadlarini hosil aylagin. Va sallallohu taala ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatihi ya arhamar rohimin.